Siz Amerika haqida eshitganingizda ko'z oldingizda nimalar tasvirlanadi? Osmono'par binolar, shovqinli hayot, qimmat narxlar va muntazam stress. Aslida bu holat faqat megapolislarda mavjud. Nyu-York, Las-Vegas, Kaliforniya, Chikago. Ammo undan ortiq shtatlarda qulay va sokin hayot uchun juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Masalan, yil davomida issiq havo va yoz faslini istasangiz, Floridaga boring. Qishda ham issiq, ijara narxlari esa $1200 boshlanadi. Rus tilida gaplashadiganlar ko'p bo'lganligi uchun ingliz tilini mukammal bilmasangiz ham ish topish imkoniyati mavjud. Agarda siz 4 faslni ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, balki Shimoliy Karolina yoki Pensilvaniya sizga mos keladi. Bu yerlarda kuz fasli xuddi kinolardagidek chiroyli. Ijara narxi esa $1300 boshlanadi. Asosiysi oilaviy yashash uchun xavfsiz shtatlardan. Balki siz qorlik qishni yaxshi ko'rarsiz. Unda Yutani tanlashingiz mumkin. Tog'lar mo'tadil iqlim, uylar esa $1500 gacha bo'lgan narxda. Agarda sizga hamyonbop narxlar kerak bo'lsa, Indiana va Iowa shtatlari ideal tanlov. Bu shtatlarda ijara narxlari $700 dan boshlanadi. Siz qaysi shtatni tanlardingiz va nima sababdan?